qiyomat kuni Sirot ko'prigida har bir odam bitta o'tarkan, birinchi o'tuvchi odam Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birinchi o'tib beradi. 3 kun kabi. Allohning izni bilan, yordami bilan o'tib beradi. Chunki u kishining o'tga taalluqli yeri yo'q. O'tib ketadilar. Jannatning eshigini ochadilar. Ochiladi, kiradilar. Bax. Yani vah degani, vah. Naqadar go'zalsan Allohning matosi. Lekin ishi tugamadi. Qalbi qoldi, mahsharda qoldi. Yuragini tuyg'i qoldi, mahsharda ummat qoldi. Ummat uchun ashi eshikni tagiladi. Ochib olgan yeridan kim jannatni ko'rsa, boshqa ko'zi ko'rinmaydi. Tortib ketadi. İlla Peygamberimiz aşı tutgan yerdan o'tadilar. Qaytib Sirotning ustiga kelib, Sirotning ustida o'tayotgan hamma mo'minda qarab haqqiga duo qildilar. Robbi salli, Robbim salomat qil. Robbim salomat qil. O'tayotgan o'sha ummatini ko'rib salomat qil. Ummatdan boshqa qo'ymaydi. Har bir payg'ambarni avval keyin ummatini o'tkazishadi. Birinchi qiyomat kuni biz bo'lamiz. Hisob kitob qilinadigan Rasululloh aytganlar, "Nahnul axiruna al-awwaluna." Biz oxirgi avvalgilarmiz dedilar. Ya'ni oxirgi ummatlar ichida yer yuzasiga eng oxirgi millat bizning millat, Rasulullohning ummati qiyomat kuni birinchi jannatga kiradigan bizning millat. Va na'udzubillah, do'zaxga kiradigandan birinchi bizning millat. Xolos asos. Sirot ko'prigida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qarab turarkan, peshoningizdagi, yuzingizdagi tahorat izlaridagi oq nurlar bilan kelasiz. Tizzingizdagi sajda o'rinlarida nurlar paydo bo'ladi. Ashlar bilan kelasiz. Sirotga qarab turib, qadam qo'ygansiz, nariyoqda Rasululloh turgan bilan sallallohu alayhi vasallam. Ro'parada ko'rib turasiz payg'ambaringiz. Ehtimol ashlar aytlarimiz, ashhadu anna Rasululloh deydi. Ehtimol ashhadu Rasululloh deydi, guvohligimizda shunday foyda beradi. Lekin og'ir imtihondan o'tasiz. İşte Rasulullah qarabdir, Robbi salli. Alloh salomat qil. Shu ummatni beshara o'tvasin. Salomat qil deb tinmay aytib duo qildilar. Elaymi? Sirot ko'prigi to'g'risida keyin bir tunnellar aytib berarman. Alohida. O'tib ketarkansiz, Rasululloh aytadi, "Goho o'tirib qo'yganlarni ko'raman." Nima o'tiradi? Jahannamdan chiqqan tutunlarni evaziga o'tiradi. Nafas olmay o'tiradi. Nimaga o'tiradi? Yo'l bitta bo'lsa, o'ngga chapga yurish yo'q bo'lsa, nimaga o'tiradi? Adab qo'ymina shabi. Soch to'g'rasidan ko'ra ingichkaroq. Qilishdan ko'ra o'tkirroq yo'lda ustida o'tishga kerak. Bu haqiqiy imtihon mash. Endi o'tiribmiz. Emaklar yuradigan yo'llar bor. O'tib olgan odam ashitdan keyin baqiradi. Rosa xohlasin. Ashingacha lekin xohlashi deyarli haqqi bo'lmaydi odamzod. Rasululloh aytdi, "Bitta shunday o'tirib qoldi" deydi. Ana kiradi, mana kiradi, Robbim salomat qil deb tursam, bir narsasi keyin ko'tarilib tikka qilib beradi, qo'yishdi. Qarasam, menga aytgan salovatlar ekan. Menga aytgan salovatlar ekan. Shuncha salovat ko'paytirgan odam albatta yutadi. Rasulullohdan bilan mukofotini albatta oladi. Salovatni ko'paytirgan odam albatta Rasulullohdan mukofotini olsa. Allohni ertayu kech zikr qilgan, Allohga ertayu kech tasbih aytgan mukofotini yeta oladi.